Men tushunmayman. Temir bo'lsa ham joni bormi deb qo'yaman deb bunday o'ylab qarasa. Sizda ham shunaqa holat kuzatilganmi yo bu holat faqat menda bo'ladimi? Misol kecha mashinani rasmga oldim, misol uchun qo'ydim rasmlarini biraz bir kelish olsak gaplashamiz. Короче, begona bo'lmasin degan okalarimiz aloqaga chiqarsalar dedimda, to'g'risi nomer ham yozib qoldirmadim, boshqa ham qilmadim. Lekin shunda ham juda ko'p odam etdan-betdan ana shu xodimlarimizga telefon qilib, nomerimni topib turib, telefon qilib gaplashib, nima qilmoqchisiz, necha pul, nima qanaqa, nima qilib kelishsa bo'ladi, juda ko'p odam aloqaga chiqdi. Lekin mana o'sha rasmni qo'yganimdan beri ana mashinani men o'zim endi 7-8 oydan beri minaman. Ana yuragi bilan shunday his qilaman-da, qayerda qanaqa yurishini. 17 diskeda bo'lsa ham 13 Spark заводской baloni, 15 balonda yuradigan okalar bilan shunday ana yumshoq yurishligini shunday yurishib qo'yadigan joyida. Chunki hadovoyga bilmayman qancha pul tiqib yuborganman. Shunaqa diska balonda yumshoq, даже qishni shunda diska balonda chiqardim. Bo'lmasa qanaqa qishda jo'shki bo'lish kerak misol uchun deb. Xullas mashinaga umuman gap so'z bo'lish mumkin emas, lekin shu kechadan beri o'zini tutishi, o'zini his qilishi, ana juda boshqa-da, ana gazni bosiz, ana tortmay, unaqa holat kuzatilmagan. Shu mashinani minganimdan beri 80 benzin quymaganman, faqat 92 benzinda yurganman, ana shirinlamasiga o'zimni komfortim uchun, maza qilib yurishim uchun. Sizda ham hech shunaqa holat kuzatilganmi? Ana bir nimani ishlatasizda, sotaman degan bo'lsangiz, ana boshqa dunyo bo'lib qoladi, yurishi, tutishi, boshqa qilishi, ana ovozlari ham chuqurda boshqacha tushyapti-da, qanaqa yumshoq yurardi-da. Men hech tushunmayapman. Oldingi mashinalarda ham bu narsani his qilganman. Bu narsa faqat mendami yo sizda ham hech shunaqa holat kuzatilganmi?